Kelinlarga qo'yilayotgan ultimatumlar. Kelinlar unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak. Hozirda ancha pasaygan. Ba'zi ayollar aytadi, "Men erimga turmushga chiqmadim. Men xuddiki qaynonamga kelin bo'lish uchun turmushga chiqdim." Ya'ni shunchalik rafiqa obrazi oxirgi o'ringa tushib ketadi. Juda kuchli ultimatumlar. Kelin unday bo'lish kerak, kelin bunday bo'lish kerak. Yo'q, kelin avvalambor ayol bo'lish kerak-da. U farzandlari uchun ona bo'lish kerak. U avvalambor o'zi uchun ayol bo'lish kerak, turmush o'rtog'i uchun rafiqa bo'lish kerak, keyin kelin bo'lish kerak. Bizni har bir rolimiz kelinlikka taqalishi kerak emas. Har bir ayolning roli ayollikka, rafiqalikka, onalikka va kelinlikka. Bu rollarni bo'lab tashlash kerak. Bizda kelinlik roli juda katta, ayollik, вообще ayollik yo'q. Umuman olganda ayollik yo'q. Rafiqalik juda kam, onalik ham kattaroq. Mana shu baryerni saqlay olsak, har bir rolni o'z me'yorida, o'z vaqtida bajara olsak, biz ham zo'r kelin, ham zo'r rafiqa, ham zo'r ona bo'la olamiz.